Bu videoda to'g'ri korobkani tanlasang yutasan challenge bo'ladi. Bizda 3 ta raund va 3 ta korobka bo'ladi. Va har bir raundda biz bittadan korobkani ichiga berkinamiz. Va agarda bizani urib tushira olishmasa, biz 1 balldan yutamiz. Va bu videoda men eng qo'rqayotgan narsam bizani uradigan odam Sarvar bo'ladi. Nuda bilaman, Sarvar vobshe quturib ketgan, chunki Sarvar har safar bizani bor kuchini urib yiqitganida 100 ming so'm yutadi. Voy, buni qudiraman keladigan bo'lsa, men real qo'rqaman. Yana bir energiyaga boy challenge tayyor bo'lsanglar, nu bo'lmasam boshladik. Xo'sh, bo'lmasam boshla olamiz va birinchi bo'lib davayki kim ham korobkani chekirishini boshlab olishimiz kerak. Chunki birinchi raundda bittadan bekinamiz, ikkinchi raundda ham shunaqa. Chingalchik o'ynaymizmi? Chingalchik? Chingalchik? Nima sira tarafda dondoski chingalchik deydimi? Dondoski o'ynaymiz, qarabchi davay. Don ziki. Oh, demak Sardor 3-chi bo'lib berkinadi va dayt. Don ziki. Oh! Demak birinchi bo'lib Maqsud ekandan keyin men va mendan keyin Sardor mana shu korobkani berkinadi. Xo'sh, bo'lmasa ko'pchilik o'tirmaymiz va dayt. Maqsud qaysi biri kirasan? Men hozir qorong'i bo'lganligi uchun qoraga berkinaman. Biladi, ma'lumot so'ringa. Men qara hozir qora ham ketib boradi. Taraf qaysi biri? Men bunga. Mashina? Day bo'lmasa tez kirib oldi. No, lekin o'rtoqlar, realli. Bundan safarda prosta tak bo'lgan va bu bolaga pul beraman degandan keyin haqiqatan ham ko'rdinglar. O'zi shitda Sarvar qanaqa quturganini. Voy, hozircha ko'tarib olishni maqsadda topadi. Siz qo'lingizni nima qilib tursangiz, men shunday chiqib ichiga kirib ketaman. Va ana endi quturgan Sarvar chaqiramiz. Sarvar kel! Bani qo'y, Sarvar ham keldi va do'yti, xohlagan uchasini bittasini tanla. No, hozir topib, yanchib tashlab 100 ming so'm yutib olaman. Qora korobkada. Mayli, qarchi, bilganingni qil. Tayyormisan mashinangami? Da, shu qora ikkita bo'pti, bumi? Bumi? Da. 1, 2, 3. Maqsud qushdan ketib qoldi, nima bo'ldi? Kulyapti, yaxshi. Voy, buni qudiraman keladigan bo'lsa, men real qo'rqaman. Nima maqsad ashina qilay? Yaxshi, men o'ylamagandim bunisiga keladi. O'rtaga yashirsam yaxshiroq ekan. No, lekin to'g'risini aytsam, birinchidan topganim meni real qo'rqitdi. Nu hammalarni endi men berkinaman. Demak, hozir men yana mashinaga berkinaman. Va bunda ikkinchi marta berkiman deb o'ylayman. O'ylaydi deb o'ylayman. Vaqtidan biladi. Sarvar kelavering. Kimga o'z berasiz? Hozir yana bir marta 100 ming so'm yutib olish imkoniyatingiz bor. Xo'p, hozir qaysi birini tanlaysiz? Maqsud mendan chiqdingiz-a? Da. Qaysi? O'rtadagi qizil. Ha? Da, o'rtadagi qizil. Da, ketdi. 1, 2, 3. Go! Men realli menga konesi bo'ladimi? Chunki nimagadir men ichimda bu aldotlar, ya'ni qizilga deb turib bunga keladi ekan, kutmagan holimda bo'ladi. Nuda, demak, mana shu yerda sen mendan 100 ming so'm to'lamading va 100 ming so'm mendan qoldi. Va endi berkinish navbati Sardorga va dayti, sen yana bor. Sardor ham o'ziga korobka tanlab berkim oldi. Sarvar, kel! Oldingda 3 ta korobka turibdi va qaysi birida odam bor deb o'ylaysan, o'shani o'yla va o'shanga qarab bor. Yana mashinaga boraman. Ya'ni o'rtadagi qizilga. Boraman yana. No, qara. To'g'ri aytaman, bu toza odam bor, shuning uchun ham bor kuchim bilan bor. Ket. 1, 2, 3. Uni qara xursandligini. Qizilga deb turib qo'riga uradi, shuni qo'rqmashin deb turdim, bori. Demak, hozir birinchi raund tugadi va birinchi raundda faqatgina Maqsud omad kelmadi. Mayli, bu birinchi raund edi va birinchi raund 3 ta korobka bor edi. Va ana endi yana qiylashtiramiz. Ikkinchi raundda vobshetda ikkita korobka bo'ladi. Va uni bittasi odam bo'ladi, va bittasi odam bo'lmaydi. Va bu yerda Sarvar mazza qilishi aniq. No, bizga ham ochko yo'q qiyin bo'ladi. No, bo'lmasa hozir birinchi raunddan keyingi balla bular Sardorda 1 ochko, menda ham 1 ochko va Maqsuddan 0 ochko. Va bo'lmasa men endi ikkinchi raundga o'tamiz. Bo'lmasa ikkinchi raunddan boshla olamiz va qara, Maqsud birinchi sen berkinasan va sen oldingda ikkita korobka bor. Bittasi qora, bittasi qizil. Qaysi biriga berkinasan? Men hozir bir yaxshi o'ylab ko'rmoqchiman Sarvarning miyasida. Qaysini ursam deb, masalan, men qorani urgan bo'lardim, chunki qizilga yashirinaman. Nuda Maqsud shunaqa prям zo'r funksiyasi bor ekan, bir narsani o'qiy oladi. Dayt, hozir men ham narsani o'qichaman, nima deyman? Siz like bosyapsiz. Da, to'g'ri, o'rtoqlar, hozirroq like bosib qo'yinglar, chunki sen vakili bu videoni ko'proq odam ko'rsamoqchi bo'ladi. Va bo'lmasa ana endi davaydi. Maqsud shunga berkin. Maqsuddan berkini bo'ldi va ana endi Sarvar keladi. Sarvar qara, oldingda ikkita korobka turibdi, bittasi qora, bittasi qizil va ular bittasida odam bor. Xohlaganingni bizga aytmaganda tanlab borib ur. Tanlab bo'ldingmi? Da, tanlab bo'ldim o'sha. No, bo'ldi. To'g'risi, men ham bilmayman va davaydi bo'lmasa. 1, 2, 3. Davay.
To'g'risi boshlanishda menga qarab keladi bo'ladi. Va bu yerda Maqsud tirik qoldi. Bular aytdim-ku, men qorani urgan bo'lardim, shuncha qizilga yashirinish kerak edi. No, ana endi men berkinaman va men qaysi biriga berkinish haqida o'ylayman. Va men yana o'zim joyimga ketdim. No, Sarvar yana ketdi va ana endi men berkinaman. Bundan oldingi o'yinda men shustrlik qilgandim. Ya'ni bir marta sakraganiga qaytib sakragandim. Hozir bunaqa shustrlik qilmayman-da, mana qoraga kiraman. Kuchpayt videoni to'xtatinglar va pastga tushinglar va kommentariy yozinglar. Nima deb o'ylaysizlar? Mana hozir o'zida keyin oldin bilardim deb o'tirmanglar. Mana hozir o'zida yozinglar va to'g'ri topdinglarmi yo'qmi keyin tekshirib ko'rasizlar. Hozir Sarvar meni mashtaligini topa olmaydimi? Aytib yozib qo'yinglar va bo'lmasam men ketdim. Sarvarchik, tezroq kelavering, Sarvar. Men sizni o'rningizda bo'lib ketgim kelyapti. Chunki kimsan? Bloger, youtuber Omonxonda siz urmoqchisiz. Va men bunga erishaman. Hozir boya aytganda Omon aka, hozir qaysi birini tanlashda aytmaysiz. Chunki bilmay qolishlari kerak. O'zingiz shuni ichingizda bittasini tanlaysizda, riskga borib, tak, og'dartib. Tagadang. 1, 2, 3. Biram omad kelmayapti Sarvar va Sarvar yana sen yo'qol, bor, qaramay tur va ana endi Sardor navbati. Xuchbayt o'rtoqlar qaranglar, xos masalaga galish olishim kerak. Ya'ni biz yaqinda prям juda ham qiziqarli video olmoqchimiz. Ya'ni просто videoning nomi Yer osti qamoqxonasidan qocha olsang yutasan. Tushunasizlarmi? Bu qanaqa qiziqarli video bo'ladi. Va bu video uchun biz haqiqiy qanaqadir politsiyskiy obrazlar bo'ladi va haqiqiy biz o'g'rining kimida qanaqa prям sana qiziqarli kutayotganini tushunasizlarmi? Va agar sizlar bu video chiqishini xohlasanglar, daydi, mana shu video tagida bir хотя бы bir qancha bir 40 ming like yig'inglar yoki mana 750 obunachi olib chiqinglar. Ikkalasi ham qo'llarda yoki hozirroq like bosing yoki obuna bo'linglar. Yoki yoshli ikkalasini bittasini ham qilsanglar bo'ladi. No, mana sveta o'chib qoldi. No, menimcha masalaga olishib bo'ldim va videoni qanaqa qiziqarligini ancha tushundinglar va bu video uchun normalniy summa ketyapti. Biz u summaga ham rozimiz. Chunki qiziqarli kontent berish maqsadidamiz. No, просто bu qiziqarli kontentni men avtonom qoldimmi yo'qmi? Buni mana shu so'ragan narsalarni amalga oshirsak bo'laman. Va давайте, Sardor bu yoqqa qaysi biri bergansiz? Qizilga. No, давайте. Nu bo'lmasam Sardor ham bergan bo'ldi va ana endi chaqiramiz. Sarvar, to'g'riga qara, shikarakor, bittasini tanlab o'qishim ko'p. Tayyormisan? Da. Xo'sh bo'lmasam 1 2 3 davay. Oy, bechora oshqozon ushlab qoldi. Normalmisan? Davay, boshimga urdim. Voy, boshimga urdim lekin. Ну да, demak hozir shunda 200 ming bo'ldi. Qaranglar, qanaqa pul topishasan. No, xo'p, shunda qaranglar. Hozir ishda ikkinchi raunddan keyingi ochkolar, Sardorda 1 ochko va Maqsudda ham 1 ochko va menda 2 ochko. Demak, men realni bu o'yinda liderlik qilganman. Va ana endi rabat hal qiluvchi 3-raundga. 3-raund ancha qiyin bo'ladi. Va ana endi rabat meni eng qo'rqitgan 3-raundga va bu raund qoidalarini hozir tushuntirib beraman. Xullas, bizda har xil 2 korobka bor, qizil va qora. Va bitta korobkanchiga odam berkinadi va bittasiga piyoz. Va eng qiziq joyi, san agarda bolani topmasdan piyoz bilan kopkaga ursa, mana shu piyozni yeydi. Chunki prям pul beramiz va qiynashimiz ham kerak. Agarda buni teskari tarafda, agarda bu bolani tutsa, biz mana shu piyozni yeymiz. No, xullas, ana endi yanada qiziqarliroq va jo'skiroq bo'ldi va bo'lmasam, davayt boshlaymiz. 3-raundni ham har doimgidek Maqsud boshib beradi va davayt ko'p gapirmasdan tez tanla, qaysi biri? Men qorani tanlayman. No, davayt, davay. Va mana bu piyozni biz mana bu qizilga tashlab qo'yamiz. Sarvar, kel. Qaysi biri? Qizilda. No, davay. No, bo'lmasam 1 2 3 va davay. Men to'g'risi bor. To'g'risi Maqsud shunda deb o'ylayman. To'g'risi aytaman, esim chiqib qoldi va Maqsud qara chiqishini qara. Mana bu piyoz sanga va davay tishla. Hayotingiz uchun kur. O'zi Sarvar piyoz yeyishga o'rganib qoldi. Oh! No da piyoz yedi, hamma buni ko'rdi va davay ana endi yana bor va ana endi no men berkinaman. Xo'sh, va ana endi men navbatim va hozir o'ylashim bo'yicha Sarvar Yusuf bunga boradi va shu uchun ham shunga berkinaman. Sarvar. Bittasini tanlang. Qora. Davay. Qora deganiga biram yuguraman. Yuragim shulab ketdi. Voy. No, malades, yana bir marta piyoz yeysan. Tanlang shunga bormaysiz lekin. Voy, davay. Davay, bu piyozni yana yedi va ana endi berkinish navbati
Sardorni qatga berkitganimizni ko'rsatmaymiz. Chunki bunisida sizlar ham qatnashasizlar va qani Sardorni qatga berkinganini topa olmaysizlar. Va bo'lmasa ana endi finalning raund va finalning joyi Sarvarni chaqiramiz. Ko'p gapira o'tirmayman, finalning raund va oldingi ikkita korobka va lyubovtasini tanla. No bo'lmasam ushkan salayman va go. 1 2 3 go. Yana piyoz yedi. Bor ekan. No da, demak hozir bu chiqishda men aytdim, Sarvar demak, общий 200 ming so'm topdi. No, o'rni bo'lganda ko'proq yutib olardim. No da, no agarda sizlar bu videoni davomini xohlasanglar, like bosinglar va har doimgidek. Men juda ham qiziqarli video turibdi va men bu turgan videom sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Va keyingi videoda ko'rishguncha, ciao. O'zbekchiligimizni yo'qotmaylik. Xayr.